Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Qirg'iziston terma jamoasi bosh murabbiyi Maksim Lisitsin va jamoa sardori Valeriy Kichin Jahon chempionati 2026 saralashi 3-bosqich doirasidagi O'zbekistonga qarshi uchrashuv oldidan matbuot anjumanida ishtirok etishdi. Biz ertaga qiyin bahs bo'lishini bilib turibmiz. Saralash bosqichi o'z yakuniga yaqinlashib bormoqda. Har bir jamoa natija uchun o'ynashni boshlagan. Natija biz uchun ham juda muhim. Biz ertaga o'zimizga kerakli bo'lgan natijaga erishishga harakat qilamiz, dedi bosh murabbiy. Ertaga ikki jamoa ham muxlislar uchun qiziqarli bo'ladigan futbol namoyish etishadi degan umiddaman, dedi jamoa sardori Valeriy Kichin. Chempionatda 2 tur o'tkazildi. Premyer Ligada to'p tepayotgan futbolchilarning jismoniy holati va tayyorgarligi haqida gapirib o'tsangiz. Shuningdek, legionerlarning holati qanday? Holat unchalik yomon emas, yaxshi deb ayta olaman. Biz biroz bo'lsa ham tayyorgarlik o'tkazdik. Chempionatning dastlabki 2 bahslari bizga katta yordam berdi, deya olmayman. Sababi futbolchilar sun'iy maydonda o'ynashdi. Endi esa ular tabiiy maydonda o'ynashmoqda. Ushbu holat futbolchilarga muammo tug'dirishi mumkin. Biz o'yinga tayyormiz deb o'ylayman. Biz har bir soniyadan unumli foydalanishga va o'yinlarga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishga maksimal harakat qilmoqdamiz. O'tgan yili sentyabrda O'zbekistonga qarshi o'tkazilgan bahsdan oldin Qirg'iziston terma jamoasi Erondan Bishkekka yetib kelishi bo'yicha muammolarga duch kelgandi. Aynan shu logistik muammolar sababli tayyorgarlik biroz qiyin kechgani haqida aytib o'tgandingiz. Bu safar Qirg'iziston terma jamoasi bunday muammolarga duch kelmadi. Jamoangiz ertangi o'yinga to'liq tayyormi? Bu safar logistika masalalari bo'yicha muammolar bo'lmadi. Bir nechta legioner futbolchilarimiz xorijdan uchib kelishdi. Umuman olganda tayyorgarlik yaxshi o'tdi. Ertangi bahsni Bishkekdagi o'yin bilan solishtirish biroz g'alati. Oradan ancha vaqt o'tdi. Ko'pgina futbolchilar o'z klublari bilan yangi mavsumga tayyorgarlik jarayonlarini o'tash. Biz nimaga qodir ekanligimiz va maksimum darajamizni ko'rsata olishimizni ertaga maydondagi harakatlarimiz orqali bilib olamiz. O'ylaymanki, futbolchilar bahsga 100% tayyor. O'zbekiston terma jamoasining ayni damdagi himoya chizig'ini qanday baholaysiz? Zamonaviy futbolda aynan bir chiziqni yoki pozitsiyani baholash noto'g'ri. Masalan, jamoaning umumiy himoyaviy harakatlarini baholash mumkin. O'zbekiston terma jamoasida o'ta kuchli futbolchilar borligini bilamiz va aynan shu sababli terma jamoangiz himoyada ham ancha ishonchli harakatlanadi. Valeriy Kichinga savol. Valeriy, siz o'tgan mavsumda O'zbekiston chempionatida to'p tepdingiz. Ushbu jihat sizga ertangi bahs oldidan qo'l kelishi mumkinmi? Yo'q, klub futboli va terma jamoa darajasi katta farq qiladi. Shuningdek, O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkib futbolchilari asosan legionerlar. Matbuot anjumanining ikkinchi qismida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Timur Kapadze hamda Odiljon Hamrobekovlar ishtirok etib, jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Timur Kapadze: Assalomu alaykum. Ertaga bizni qiziqarli o'yin kutib turibdi. O'ylaymanki, tayyormiz. Muxlislar ko'z o'ngida g'alaba qozonishga harakat qilamiz, dedi bosh murabbiy. 2011-yilda o'yinchi sifatida O'zbekiston bilan bo'lgan uchrashuvlarda 3-0, 4-0 hisobi qayd etilgan. Hozir Qirg'iziston terma jamoasidagi o'zgarish haqida nima deya olasiz? Albatta, u paytdagi o'yinlar bilan hozirgini solishtirish qiyin. Sababi hamma yerda ham futbol rivojlanib bormoqda. O'sha paytda ham ko'p to'qnash kelganmiz va ustun kelganmiz. Qirg'izistonda o'zgarishlar bor va futbol rivojlanmoqda. O'ylaymanki, ertaga yaxshi o'yin bo'ladi. Qirg'izistonga qarshi uchrashuvga tayyorgarlik haqida. O'ylaymanki, hammasi joyida. Hamma sog' salomat. FIFA kunlariga futbolchilar ertaroq kelsa yaxshi bo'lardi. Biroq bu bizning qo'limizda emas. Aliqulovning yo'qligi haqida. Bu katta yo'qotish. Biroq bu futbol. Futbolda ba'zan shunday holatlar bo'lib turadi. Bu terma jamoa va har bir futbolchi uchun bu kabi holatlarga tayyor turish kerak. Menimcha, bu muammo bo'lmasligi kerak va biz ertaga maydonga chiqib o'z vazifamizni bajarishimiz shart.
Ostonning holati va Hojimatning termaga chaqirilishi haqida. Kecha u o'zini biroz diskomfort his qildi. Bugun erta yana qaraymiz. Albatta, bizga har qanday holatda ijrochilar kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz Hojimatni termaga chaqirdik. Mahalliy futbolchilarning holatidan ko'nglingiz to'lyaptimi? Sababi bizda mavsum endi boshlandi. Tarkibda esa yetarli mahalliy futbolchilar bor. 90 daqiqa o'ynash uchun kuchimiz yetadimi? Albatta yetadi. Hozir maydonga chiqib, natija qayd etishimiz kerak. Aytganimdek, tayyorgarlik uchun ko'p vaqt bo'lsa, yaxshi bo'lardi. O'z maydonimizda harakat qilamiz va hammamiz o'z o'yinimizni ko'rsatishimiz kerak. Yana bir tarix yaratish haqida. To'g'risini aytsam, tarix yaratish va boshqa narsalar haqida o'ylamayapman. Menda bitta vazifa bor va shuni qilish harakatidaman. Olimpiada kabi jahon chempionatiga chiqish nafaqat biz uchun, balki hammamiz uchun muvaffaqiyat bo'ladi. Futbolchi sifatida jahon chempionati 2014 saralashida qatnashgansiz. Oxirgi turda Janubiy Koreya va Eron o'rtasidagi bahsda o'ziga xos o'yin bo'lgan. Bu safar ham shunday holatlar qayd etilishi ehtimoli katta. Bu haqda nima deya olasiz? To'g'risini aytsam, nariga o'yinlarga nima bo'layotgani menga qiziqmas. Biz o'z o'yinimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Bizni xursand qiladigan jihat hammasi o'z qo'limizda. Timur Kapadze o'z oldidagi mas'uliyat haqida. Har bir uchrashuv o'ziga yarasha mas'uliyat. Olimpiadaga chiqayotganimizda ham o'ziga yarasha mas'uliyat bor edi. Dam olganim ancha foydali bo'ldi. Tajriba yig'dim. Birinchi davradagi bahs asabiy o'tgandi. Bu o'yin ham shunday bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Har bir uchrashuv o'ziga yarasha asabiy o'tadi. Nasib etsa, ertaga biz o'z futbolimizni namoyish etib, ularga o'yin bermaslikka harakat qilamiz. Biroq eng asosiysi g'alaba. Uchrashuv asabiy o'tadimi yoki yo'q, birinchi navbatda g'alaba qozonishimiz kerak, dedi bosh murabbiy. Ertangi o'yinda O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad va g'alaba tilab qolamiz.